Alkogol ta'sirida transport vositasini boshqarish nafaqat haydovchining, balki atrofdagilar hayotini ham xavf ostida qoldiradi. Qonunchiligimizga ko'ra bunday holatlarga qarshi jiddiy choralar qo'llanilayotgan bo'lsa-da, yana uni takrorlayotganlar uchrab turibdi. Jumladan, Qashqadaryo viloyatida haydovchi 2 marotaba mast holatda transport vositasini boshqargan. Dastlab unga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilgan bo'lsa-da, u xulosa chiqarmay, qisqa fursat ichida yana bu holatni takrorlagan. Bu jinoiy javobgarlikka asos bo'ldi. Spirtli ichimlik iste'mol qilish oqibatida haydovchilik huquqidan mahrum qilingan Qarshi tumanlik fuqaro ikkinchi marotaba yana spirtli ichimlik iste'mol qiladi va avtomashina ruliga o'tiradi. Oqibatda esa u yo'l transport hodisasini sodir etadi. Ushbu voqea Qarshi tumani Beshkent shahrida sodir bo'lgan. Haydovchi mast holda rulga o'tiradi hamda ikkinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ro'parasidagi svetofor qurilmasiga borib uriladi. Hodisa joyiga chiqqan Qarshi tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektori tomonidan shu kunni o'zida haydovchining og'zidan alkogolli ichimlik hidi kelib turganligi sababli belgilangan tartibda tibbiy tekshiruvdan o'tkazish uchun yuboriladi. Transport vositasini mast holda boshqarib kelgan haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar Qarshi tuman ichki ishlar bo'limiga yuborilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 261-1 moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Alkogol ta'sirida transport vositasini boshqarish holati yo'l harakati xavfsizligiga jiddiy tahdid soluvchi omillardan biri hisoblanadi. Qonunchilikda bu kabi huquqbuzarliklar uchun qat'iy javobgarlik belgilangan bo'lib, avval bunday qilmish uchun ma'muriy jazoga tortilgan shaxs tomonidan sodir etilgan takroriy holat jinoiy javobgarlikni yuzaga keltiradi. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Qashqadaryo.